Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali. Bugungi videomizda biz Qora Survival 2-epizodda olamiz. Qanday bo'lmasa, hozir kechqurun ko'rib turganlaringizdek, bu kechqurunni o'tkazaveraman, kadrni o'chirib turaman o'tkazganimcha. Mana kechqurun hamma joy qop-qorong'i, hozir o'tkazaveramiz ertalab o'chini. Ana ertalab bo'ldi, endi bemalol shaxslarga bo'ladi. Bugungi maqsad temir topish. Iloji bo'lsa oltin ham topamiz. Lekin olmos topamaymiz. Bugungi asosiy maqsad temirdan nima bo'ladi? Temirdan chestplate yasash. Bilasizlar-ku, temirli futbolka. O'shani yasash bilan maqsadimiz bugun. Agar o'shani yasab olsam, sizlar like bo'lsa obuna qo'yasizlar. Mana 105 ta bo'ldik. Aytib o'tgandek, mana Qora Survival 2-epizod chiqaraman degandim 105 ta bo'lsam. Qama shaxtam endi qo'zganim. Mana ekan. Ketdik endi sherdagi fakillarni olib, pastga olib ketamiz. Birinchi fakil olamiz. Yana tushamiz-da. Yana fakil olamiz. Chunki bu yerda yo'llarni bilamiz, bu yerda hech bola yo'q. Yana bitta fakil olamiz. Yana bitta olamiz. Yana tasini olamiz-da, keyin pastga tushib ketaveramiz. Mana oxirgisini olmaymiz. Chunki oxirgisini olsak, böyle qorong'i bo'lib qoladi, shuning uchun oxirgisini olmaymiz. Hali endi to'g'ri pastga olib ketaveramiz. Bizga hozir ko'mir kerak bo'ladi va bitta ko'proq oltin kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa bir 10 talar kerak bo'ladi, chunki biz bu videoda oltin alma yasamoqchimiz. Lekin bu asosiy maqsadga kirmaydi. O'zimiz asosiy maqsaddan tashqari maqsad. Ko'proq oltin bo'lsa, biz oltin alma yasashimiz ham mumkin edi. Agar biz oltin alma yasasak, maqsaddan tashqari maqsadni qilgan bo'lamiz. Bu videoda asosiy maqsad yana aytib o'tganimdek, chestplate yasash va oltin topish bo'ladi. Ana endi uyga qaytib o'sha maqsadlarni bir-birdan bajarib chiqamiz. Agar shu videoda chestplate yasab olsam, sizlar like bosib obuna qo'yasizlar. Agar chestplate yasab olmasam, sizlar komment yozib, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Agar men 200 ta bo'lsam, Roblox serverlik 4-qismni chiqaraman. 4-qismdan asosiy maqsad bo'ladi, bu reverse qilish bo'ladi 4-qismdan. Agar biz reverse qilsak, butun narsalar o'chib ketadi va faqat obunachimiz qoladi. Shuncha qilgan harakatim bir tim bo'ladi. Sizlar shuncha harakatim uchun like bosib obuna qo'yasizlar. Hozir endi uyga qaytamiz va mana sherlardan kalib ketamiz. Qanaqa skeletdan ovozlar eshitilmoqda menga. Sizlarga ham eshitilmayapti. Menimcha bu yerda spawner bor, yo'q shaxtami? Yo'q, do'stlar, bu yerda spawner bor ekan, yaxshi. Skelet spawner ekan. Bu yerdan asta surish kerak. Hozir qaror qiling. Yo'q, bu yerda qancha ko'p ekan. Bu yerda vashchi ko'p ekan skeletlar. Bu yerga qilich olib kelmasa bo'lmaydi. Hozir tashqari chiqib qilich olib kelaman deyman-da. Mana shu qo'lim yetmayapti, demak qilich olib kelaman-da, bular bilan jang qilaman. Agar o'lib qolsam, like bosib obuna qo'yasizlar. Tirik qolsam, skeletlar bilan jangda komment yozib do'stlar jo'natib qo'yasizlar. Chunki biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. 100 ta bo'ldik. Rahmat sizlarga. Endi 200 ta qarab qadam bosamiz. Ana endi uyga qaytib qilichni olib kelamiz. Menimcha kechqurun bo'lib qolgan tashqarida. Menimcha kechqurun bo'lmaganmi? Yo'q, kechqurun bo'lmabdi. Hozir uyimizga kirib qilich yasab, yana g'orga tushib, mana bu yaramas skeletlarni o'ldirib kelamiz. Va o'zimizning maqsadni amalga oshirishimiz mumkin o'sha yerda. U yerda chunki spawnerlarda bilasizlar, temir juda ko'p bo'ladi. Hozir taxta yo'q ekan, taxtadan daraxtlarni chopib, taxta yasaymiz. Va temir qilich, tosh qilich yasab, o'sha bu yaramas skeletlar yoniga borib, ularni o'ldirib, iloji bo'lsa, spawnerda temir bo'lsa, o'zimizga chestplate yasashimiz ham mumkin. Va video shu joyda tugashi ham mumkin. Agar hozir like bosib obuna qo'ysangizlar, video shu joyda tugamaydi. Agar like bosib obuna qo'ymasangizlar, shu joyda tugaydi. Mana endi qilich bilan fakilni yasab bo'ldik. Fakil bizga yoritishga kerak bo'ladi. Qilich esa u yaramas skeletlarni o'ldirish kerak. Shaxta qayerda? Mana yerda esimga tushdi endi. Mana shu yerda shaxta.
Shuncha qilayotgan harakatim uchun like bosib obuna qo'yinglar. Mana bu yerda ham o'sha yarim skeletlarni yosh avlodi bor ekan. Mana shuni yo'q qilamiz. Hozir u yerga bo'ylar o'tkazamiz. Qanday bo'y degani jang degani o'sha janglar o'tkazamiz. U yerda skeletlar bilan jang qiladi. Skeletlar bir-biriga jang qiladi. Biz bu vaqtdan foydalanib spawnerni buzib olishimiz ham mumkin. Mana keldik endi spawner topgan joyimga. Shuncha harakatim uchun albatta like bosib obuna qo'yinglar. Chunki biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. Bu videoning 3-chi epizodi men 115 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Hozir biz 105 ta bo'ldik. Agar 115 ta tezroq 115 ta bo'lsam, mana shu videoning 2-chi epizodini chiqaraman. Mana bu yerda birdan skeletlar hujum qildi, biz chiqib kirishimiz to'g'ri kelib qoldi. Yo'q, hozir o'lib qolaman, hozir o'laman. Yo'q, skelet yaramas, skeletlar o'lib qoldim. Yo'q, biz qayerdan paydo bo'ldik? Qishloqdan? Yo'q, biz hozir qishloq kerak emas. Biz qanday qishloq paydo bo'lib qoldim? Qo'rdan paydo bo'lib qolishim kerak edi-ku. Menimcha qo'r ham shu atroflarda. Ana tarafda degan qo'r. O'sha tarafga borib kuchayamiz. Keyin bu qishloqqa 3-chi epizodda kelamiz. 3-chi epizod endi aytib o'tganimdek 115 ta bo'lgandan keyin chiqadi. 2-chi epizod mana 105 ta bo'ldik chiqmoqda va'da bergandik. Ana endi 3-chi epizod 115 ta bo'ladi. Va'da beraman. 115 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Ana uyim ham ko'rinib qoldi. Uyim ham o'zi shu atroflarda ekan. Shuncha qilgan harakatim uchun sizlar like bosib obuna qo'yinglar. Biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. Yana aytgancha Gamesus kanaliga ham obuna qo'yinglar. Gamesus hali bir 10 ta bo'lmadi. 10 ta bo'lsa bu biz bilan Surreal 2-qismini chiqaradi va Gamesuzga ham albatta like bosib obuna qo'yinglar. U hali 10 ta bo'lmagan, lekin u 1000 ta bo'lishga intiqobdi. Agar o'shanga like bosib, videolarga like bosib obuna qo'ysangizlar, agar u 10 ta bo'lsa, biz 3-chi epizodni olamiz va u 20 ta bo'lgandan keyin men esa 130 ta bo'lgandan keyin shu Gamesuz bilan Surreal 3-chi epizod chiqadi. U uchun sizlar nima qilishlaringiz kerak? Like bosib obuna qo'yishlaringiz kerak. Shuncha harakatimiz uchun. Biz Gamesuz bilan qachondan beri Surrealni birgalikda olayotganimizda kommentariyada yozib qoldiraman. Agar shu videomdan 10 ta like kelsa, men ya'ni sizni kanalga nima desam bo'ladi? Yangi video o'zim qo'yib beraman. Va Gamesuz bilan yangi surreallar va yangi olamlarda, yangi dunyolarda biz surreallar qilib yashab qolishga harakat qilamiz. Sizlar bu uchun nima qilishlaringiz kerak? Albatta like bosib obuna qo'yishlaringiz kerak. Hozir bu bir skelet buncha ko'p. Hozir jangni tomosha qilamiz, aytganimdek. Hozir 3-2 mi yo 4-2 mi? Qaraylik qani. U 4-2 ekan. 4-2 solib tashlamoqda, lekin 2 kishi bo'lib 4 kishini solib tashlashga nima deysizlar? Yo'q, ular hozircha 3 tasini solib oldi, lekin 4-sini solmadi. Bittasini o'ldirdi, ikkitasi bular bittasini o'ldirib, uni tagidan kirib, ularni yoqib tashlayman. Ular bittaga skelet qo'ygan ekan, qolgan ikkitasini o'ldiraman, chunki yandagi zarbalarni yegancha buncha skelet omon qolmasdi. Ham bitta qilgan ekan, bu yerda burchakda qamalib qolgan ekan. Shuncha qilayotgan harakatim uchun like bosib obuna qo'yinglar. Qordagi Surreal 3-chi epizodi 115 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Sizlar bu uchun nima qilishlaringiz kerak? Like bosib obuna bo'lishlaringiz kerak. 2 sekund ham vaqt ketmaydi desa, mana temir topib oldik. Ana endi mana shu yerdan kalib ketaversak, yana temir chiqishi ham mumkin. Agar oltin chiqib qolsa, like bosib obuna qo'yasizlar. Temir chiqib qolsa, komment yozib o'z tarzingni jo'natasizlar. Mana bu yerda portal bo'lishi mumkin edi. Gamesuz bilan Surrealda mana shunaqa toshlardan tagida portal topgandik. Bu yerda lekin afsuski portal yo'q ekan. Hozir qaraylik qani, hech bo'lib yo'q, temir degandek. Agar oltin chiqsa, like bosib obuna qo'yasizlar. Temir chiqib qolsa esa komment yozib jo'natib qo'yasizlar. Kuyunib sizdan shu yerda nimadir bor, orqachasi kalqon. Yo, do'stlar, oltin chiqdi endi. Like bosib obuna qo'yinglar. Temir chiqmadi.
Shuning uchun like bosib obuna qo'ying. Mana bu yerda suyak bilan bilan o'q qolib ketgan ekan. Mana 25 ta suyak, 28 ta o'q bo'lib ketdi bizga. Shuncha sulet bilan jangning o'zi ham bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar like bosib obuna qo'yinglar. Agar biz 200 ta bo'lsak, Roblox YouTuberlik 4-epizod chiqadi. 3-epizod yoza olmabdi. Shuning uchun 4-epizodni birdan chiqarishga qaror qildim. Biza 3-epizodda shorts ko'rgan bo'lsangizlar, ikkita YouTube knopka qo'ygandik, bitta olmosligidan va bitta oltin YouTube knopka qo'ygandik. O'zi bizda 3 ta knopka bor. Bittasini birinchi qismda yoki ikkinchi qismda olgan bo'lishim kerak. Agar sizlar ham shunday obunani banglab tashlasangizlar, biza tezroq 1 million bo'lib, YouTube'ning oltin knopkasini olamiz. Bu uchun sizlar addushi like bosib obuna qo'yishlaringiz kerak. Mana temir chestplate yasadim va temir kirka yasadim. Bugungi asosiy maqsadlardan bittasi bajarildi. Temir chestplate yasash bilan temir kirka yasash. Mana temir chestplate kiyib oldim. Skinga e'tibor qilmaysizlar. Chunki skin qachondan beri qolib ketgan. Oldin bu telefon sotadigan paytim kimnikidir bo'lgan, egirlashtirish turibdi. Shuning uchun e'tibor qilmaysizlar. Ana endi uyingga qaytib, olamiz oltinni. Oltin nashta agar 5 tadan ko'p bo'lsa like bosib obuna bo'lasizlar. Agar 5 tadan kam bo'lsa, komment yozib do'stlar jo'natib qo'yasizlar. Hatto 5 ta bo'lsa ham komment yozib do'stlar jo'natib qo'yasizlar. Hozir endi ko'ramiz nashta bo'libdi oltin. 5 tadan ko'p bo'lsa like bosib obuna qo'yasizlar. Mana bitta ketdi, bitta bo'ldi. Sal qotishlar bu. E'tibor qilmaysizlar. Mana 2 ta, hozir 3 ta bo'ldi. Mana 3 ta, 4 ta bor ekan. Mana shu 2 ta, 4 ta. 4 ta bo'ldi, ana 5 ta bo'ldi. Mana 6 ta bo'ldi. Yaxshi, biza endi like bosib obuna qo'yasizlar. Chunki 6 ta oltin bor ekan bu yerda. Tetganda like bosib obuna qo'yasizlar. Yaxshi, endi tezroq pastga tushib, videoni pauza qilib, like bosib obuna qo'yinglar. Chunki biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. 200 ta bo'lsa, biz Roblox YouTuberlik 3-qismini chiqaramiz. Mana bu yerga sandiqlarni olib ketamiz. Chunki bizga hozir sandiq kerak. Biz taxta kavla o'tirishga vaqt yo'q. Shuning uchun biz ikkita sandiq olib ketamiz, spawner ikkita sandig'ini. Ana endi uyga qaytamiz. Uyga qaytib oltinni eritgandan keyin video tugaydi. O'sha videoni oxirlari kelib qolmoqda. Shuncha harakatimni mazza qilib ko'rdingizlar. Endi like bosib obuna qo'yinglar. Chunki bu videodan 10 ta like kelsa va biz 115 ta bo'lsak, mana shu qordagi survival 3-epizod chiqaraman. Bu uchun sizlar nima qilishingiz kerak? Addushi like bosib obuna qo'yishingiz kerak. Chunki biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak. O'ydan mana bir creeper bor ekan, bizani portlab uchiraverdi. Ko'rdingizlar qancha uzoqlikka uchib ketdik. Hatto qorlar ham erib ketdi creeper dastidan. Mana uyga qaytib oldik. Endi mana ikkita sandiqni qo'yamiz. Ko'mirlarni olib birinchi oltinni eritishga qo'yamiz. Mana 6 ta oltin eritishga qo'ydik. Ana endi buni eritishni kutiltirmasdan videoni yakunlashimiz ham kerak bo'ladi. Chunki oltin topib, temir chestplate ham yasab oldik. Asosiy maqsaddan ikkani ham bajardik. Ana endi xayrlashamiz do'stlar. Mana shuncha maqsadni qildik, shuncha harakat qildik. Sizlar bu uchun like bosib obuna qo'yinglar. Mana shuncha oltin topdik. Mana temir chestplate ham yasadik. Sizlar bu uchun like bosib obuna qo'yinglar. Xayr do'stlar, sizlar bilan bugun Playmaster kanali bo'ldi.